Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet 14-yanvar kuni O'zbekistonda 18-20 daraja sovuq bo'lishidan ogohlantirdi. Tezkor xabarlardan birinchilaridan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. O'zgidrometning xabar berishicha, 14-yanvar kuni Toshkentda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja sovuqqacha, kunduzi esa 8-10 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak yuzaga keladi. Ushbu hududlarda kechasi harorat 12-17 daraja, ba'zi joylarda 20 darajagacha, kunduz kunlari 5-10 daraja, ba'zi joylarda 12 darajagacha sovuq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Yo'llarda yaxmalak yuzaga keladi. Ushbu hududda havo harorati kechalari 15-20 daraja, kunduzi 7-12 daraja sovuq bo'ladi. Aziz vatandoshlar, ob-havo ma'lumotidan bir kun oldin xabardor bo'lishni xohlasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va albatta like bosib qo'yishni unutmang.